Dizayn jamoasi a'zosi Dilshodbek Musabekov vafot etdi. Bugun o'zbek san'ati va kulgu olami og'ir judolikka uchradi. Millionlab muxlislar mehrini qozongan iqtidorli san'atkor Dizayn shou jamoasining a'zosi Dilshodbek Musabekov olamdan o'tdi. Marhum o'zining betakror hazillari va samimiyligi bilan xalqimiz qalbidan chuqur joy olgan edi. Uning vafoti nafaqat oilasi, balki butun san'at ahli va minglab muxlislar uchun kutilmagan va katta yo'qotish bo'ldi. Ijodiy jamoamiz nomidan marhumning yaqinlari va oila a'zolariga ta'ziya bildiramiz. Ulug' yaxshimisan ukan, buzimsan, sonlari yaxshimi? Mirzabek akamning telegrami yo'q. Oldilariga o'tib ziyoratlarini qilib, duolarini olaman deb o'tdi. Mirzabek akam ranjimasinlar menda. Shuni o'qib qoling endi. Assalomu alaykum, hurmatli aziz qadrdonlarim, radnoylarim. Xudo xolasa mana Allohning inoyati bilan, izni bilan, o'zining chaqirig'i bilan safarga chiqdik. Xudo xolasa hammasi yaxshi. Alloh uchun men sizlarni hammanglarni yaxshi ko'raman. Obodiyikor film bilan ozor bergan bo'lsam, meni kechiringlar. Xudo xolasa borgandan keyin hammanglarni haqqingizga duodamiz. Duoy salomlaringlarni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga yetkazib qo'yaman. Xudo xolasa o'zinglarni ehtiyot qilinglar. Boringlarga shukr hammanglarni. Hammanglarni yaxshi ko'raman jigarlarim. Sizlardan meni boshqa yaqinim yo'q. Umringiz uzoq bo'lsin hammanglar. Allah uchun hammanglarni yaxshi ko'raman. Madaniyat vazirligiga ahli san'at hammalari Abdurashidulloh Mustafayev Sherzodjon Do'stligilar, Sevimligilar, Mamirjon, Nosir Abdurahmonning o'yinlari, Abdurahmonning men bilgan, bilmagan, men bilan birga aktyor bo'lgan, meni to'g'ri tarbiyaga solgan hammalari hammasiga sizlar sababsizlar. Allohim arzularimni Allohga mana bugungi kunda oldida katta bir imtihon o'tirgan million jamoasi bor. To'g'ri ukam, qatori hamma ukalarimni Alloh uchun yaxshi ko'raman. Alloh uchun yaxshi ko'raman men sizlarni. Bravo. Yapon Otabek, Anvar, Shahlo sizlar tezroq sahnaga qaytib chiroyli konsert beringlar. Millionli yuz yorug' bo'lsin. Sizlarni har doim hurmat qiladi bolalar. Inshaalloh Xudo xolasa 7-yili Toshkentda bo'lamiz. Xudo xolasa duolarimda jigarim, duolarimda siz. Siz duo qilmasam kimni qilaman? Assalomu alaykum, Nusratulloh. Ukam sog'likli, yaxshimi, charchamasdan. Men anchadan beri gaplashmadim siz bilan, chunki anchadan beri mazam yo'q edi. Hech kim bilan gaplashganim yo'q. Oxiri ag'anatdi bu dard. 3 marta infarkt bo'ldim. Bir oylab reanimatsiyada yotdim. Xullas, o'zimdan o'tdi, o'zim bildim. 7 oy bo'ldi mana Xudo xolasa. Kasal bo'lganimga mana endi oyoqqa turib, mana endi ko'chalarga chiqib, odamlarga qo'shilib, mashina haydab yaxshi bo'lib yuribman mana Xudo xolasa. Hammasi ortda qoldi. Bunaqa har xil xayollarga bormang. Akam meni undoq qildi, xafa bo'ldi. Yo'q, unaqa narsa yo'q. Mana endi sizga to'g'risini aytayapman. O'zim bilan o'zim ovora bo'lib qoldim o'sha paytda. Xudo xolasa ko'rishamiz. Bizlar o'tirib gaplashamiz.